Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, Nabijon Nurmatov live kanaliga xush kelibsiz. Sizlar uchun foydali video. Buni hozir ketdik. Buna mashin Opel Caravan. Hozirgi paytda taksi urib bir aylanib baqsangiz bo'ladi. 1.6 motor, hali benzin, chashkalari ham juda yaxshi. Ustimda bagaji bor. Qalasangiz bagaj qo'yib, bemalol inshaalloh taksilik tirikchilikni qilaversangizlar bo'ladi. Buni bu tarafdan kelsak, buni sizlarga men rol tarafini ko'rsatayım. Tarpiyada hamma tarafini ko'ryapsiz, ichini ko'rsatamiz. Yaxshi mashina oldidan olamiz. Toza mashina inshaalloh bir oilani xullas baqsangiz bo'ladi. Odamlar bu Opel Caravan'da ko'plar yukni ko'p artadi. Bu umuman yuk artilmagan mashina, faqat shu oila xizmatida jirgan, taksi urilmagan mashina. Men bu mashinani yaxshi bilaman. Polni kuzib qilingan toza mashina. Asti ham, usti ham polni kuzib qilingan. Yana 5-6 yil yaxshi minasiz. Motorda sal masla joydi deysiz. Sal endi motor salgina rasxodi bor. 1-2 ming, 2,5 ming rasxod qilsangiz inshaalloh bu mashin chikillagan bo'ladi. Boshqa hamma joyi idealni sostoyanida. Bu eshiklari ham hamma taraflama. Endi bir taksi urayotgan mashina qilib turib olsangiz bo'ladi. 1.6 motor. Chashkalari ham zo'r, chashkalarda ham ketgan yo'q. Endi chashkalarini olib olib ko'rsatsak, u chashkasi ham egasiga telefon qilasizlar. Inshaalloh yana kamchiliklari bo'lsa, so'rab inshaalloh bilasizlar. Kamchiligi yo'q, endi o'zim podrom so'rasangizlar yaxshi-da. Kelib yoqqa jiramiz. Pakrishkalarga keladigan bo'lsak, pakrishkalar 50-60% ekan. Sudlar ham janadi hamma taraflama. Elektrikasida muammo yo'q inshaalloh. 98-yil yana biz Kolxozobod Chapayevda turibmiz. Nomerlarga telefon qilib, Chapayevga sentrdan kelib, Chapayevdan inshaalloh savdoni qilib, bemalol minib olib ketaverasizlar. Yana ham aytaman, 98-yil jili. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.